Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Gavhar Tayyipova Nuriddinova, fakultet pediatriya va neonatologiya kafedrasi dotsenti. Sog'liqni saqlash tashkiloti faqat ko'krak suti bilan boqishni, boshqa suyuqliklar yoki qattiq oziq-ovqatlar bilan qo'shimchalarsiz, dori vositalarsiz yoki vitamin qo'shimchalarsiz belgilaydi. Ko'krak bilan ovqatlantirish tug'ilgandan keyin birinchi soat ichida emizishni boshlashni va 1 yoshga to'lganga qadar iloji bo'lsa 2 yoshga to'lguncha bola ko'krak suti bilan emish kerak. Ko'krak sutini emish kerak. Ona suti hayotining dastlabki 6 oy davomida bolaning uyg'un rivojlanishi ta'minlanishi uchun ideal oziq-ovqat bo'lib hisoblanadi. Emizishning sog'liq uchun foydalari. Bolalar uchun bolalar uyg'unli va allergik kasalliklarga kamroq moyil bo'ladi. Ular keksalarda quloq infeksiyalari, diareyalar, to'satdan chaqaloqning o'limi sindromi, astma va semirib ketish xavfini kamaytiradi. Ularning aqliy rivojlanishini ham yaxshilaydi. Onalar uchun esa ularning aqliy rivojlanishi yaxshi bo'ladi, kam kasallanadi hamda tug'ilishlar orasi 3 yildan kam bo'lmaydi. Bolaning talabiga bo'yicha oziqlantirish. Uyda va tug'ruqxonada chaqaloq ovqatlanish miqdori va davomiyligi belgilaydi. Onadan cheklovsiz ovqatlantirish kerak. Chaqaloq boshini onaga qaratadi, qo'lini esa so'radi. Bolaning uyqusi doimo ham ochlikni belgisi deb belgilamaydi. Bolani 1 yoshgacha bo'lgan har bir tibbiy ko'rikdan quyidagilarga amalga oshiriladi. Emizishni baholash, jismoniy rivojlanishni baholash. Agar bolaning jismoniy rivojlanishi va ovqatlanishida og'ishlar aniqlansa, avvalgi baholashdan keyin 2 kun ichida takroriy baholash, keyin esa kerak bo'lganda yana amalga oshiriladi. Biz bolani ovqatlantirayotganda ko'krakni to'g'ri qo'yishni asosiy qoidalarni onaga o'rgatishimiz kerak. To'g'ri holat. Bolaning boshi va tanasi bir tekisda turishi kerak. Bola yuzini ko'krakka qaratadi. Bolaning tanasi ona tanasiga yopishib turadi. Ona bolaning tanasini ushlab turishi kerak. Bola onaning ko'kragiga to'g'ri biriktirishning belgilari. Bola og'zini katta ochadi. Bolaning lablari tashqi tomonga buriladi. Bolaning lablari, ya'ni areolalar deymiz, qora dog'chalari atrofida qismini ko'proq egallaydi. Areolalarning yuqori qismi pastki qismiga qaraganda ko'proq ko'rinadi. Bolaning ona sutini yetarli darajada olmaganligining ishonchli belgilari. Tana vaznining oyiga 500 grammdan kam bo'lishi. Bolaning siyishi kuniga 6 martadan kam bo'lsa, siydik sariq va o'tkir hid bilan quyuq bo'lsa, agar bolada jismoniy rivojlanishda og'ishlar aniqlanadigan bo'lsa, bu 2 kundan keyin qayta tekshiriladi. Keyinchalik zarur bo'lsa, yana takroriy baholash kerak bo'ladi. Chaqaloq ko'proq ona sutini talab qilish mumkin bo'lgan yosh davrlari.
3 haftalik davrada, 6 haftalik davrada va 3 oylik davrada. Ushbu yosh davrlarida bolaning intensiv o'sishi bilan bog'liq bo'lib, bu ko'kragiga tez-tez murojaat qilish zarurligiga olib keladi. 6 oygacha bolani baqish bo'yicha onaga maslahatlar. Kunga ovqatlanish soni 8-10 marta. Kechasi chaqaloqning talabiga binoan ovqatlanish. Bolani ko'krakka to'g'ri qo'yish, ona bilan davomida to'liq ovqatlanishni va dam olish kerak bo'ladi. Sog'inch va emiziklardan voz kechadi. Laktatsiya inqirozlari. Laktatsiya inqirozlari bu sutning vaqtincha kamayishi. Hech qanday sababsiz 3-4 kun davom etadi va qaytariladigan xususiyatlarga ega. Ushbu davrda ona qo'shimcha dam olish kerak. Ona o'tkir respirator infeksiya bilan og'risa ham bolani ovqatlantirishni davom ettirish kerak. Emizikli onaga mumkin bo'lmagan dorilarni qabul qilish kerak bo'lsa, bolani vaqtinchalik emizmay turiladi. Birinchi qo'shimcha ovqatlar. 6 oyda bolaning temirga bo'lgan ehtiyoji hisobiga olgan holda qo'shimcha ovqatlarni kiritish va shu bilan birga emizishni davom ettirish kerak. Kilokaloriyaga bo'lgan kunlik ehtiyoji jadvalda keltirilgan. Ya'ni yoshlarga qarab 6, 8, 9, 10, 12, 13 oylarda kaloriyasi bularniki 200, 300, 550 kilokaloriyadan bo'lishi kerak. 2 yoshgacha bo'lgan bolaning energiyaga talabi quyidagi rasmda ko'rsatilgan. Qo'shimcha ovqatlarni nonushta yoki tushlik paytida boshqa oila a'zolari bilan birga berish yaxshidir. Qisqa emizishdan keyin sun'iy ovqatlantirishda o'z miqdoridagi sut aralashmalari. Oziqlantirish paytida chaqaloq tik holatda bo'lishi kerak. Qoshiq bilan qo'shimcha ovqat bering. Har bir qo'shimcha oziq-ovqat mahsuloti 1 choy qoshiqdan kiritiladi. To'liq xizmat qilishdan 5-7 kun oldin ko'payadi. 2 ta oziqlantirishga bo'linadi. Ya'ni qo'shimcha ovqatdan so'ng ko'krakni qo'llash. Qo'shimcha oziq-ovqat mahsulotlariga ona sutini qo'shib bering. Qo'shimcha ovqatlar yangi pishirilgan bo'lishi kerak. Bir xil nimaga ega bo'lishi kerak. 36-37 gradus issiqlikda yumshoq, yaxshi yutadigan, oson hazm bo'ladigan ovqatlarni berishimiz kerak bo'ladi. Ularni albatta 1 choy qoshiqdan boshlaymiz va sekin astalik bilan qoshig'imizni birinchi kun 1-2 qoshiq, ertasiga yana 1 qoshiq, shuna qilib 5-7 kun ichida bola to'la ovqatlantiradigan bo'lishi kerak. Qo'shimcha ovqatlarni kiritish qoidalari. Temir tanqisligi anemiyasining oldini olish uchun 6 oydan boshlab go'sht, keyin jigar, tuxum, sarig'i, baliq kiritish kerak. 2 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun choy va kofe ichish tavsiya etilmaydi. 9-12 oygacha bo'lgan bolalarga butun sigir sutini bermaslik kerak. Temir tanqisligi anemiyasi uchun xavf omili hisoblanadi. Qo'shimcha ovqatlarga tuz va qalampir qo'shish tavsiya etilmaydi.
Qo'shimcha oziq-ovqat mahsulotlarini kiritish, go'sht, keyin jigar, tuxum, sarig'i, baliq kiritish kerak. 2 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun choy va qahva ichish tavsiya etilmaydi. 9-12 oygacha bo'lgan bolalarga butun sigir sutini bermaslik kerak. Temir tanqislik anemiyasi uchun xavf omili. Qo'shimcha ovqatlarga ozgina yog' qo'shiladi. Go'sht va go'sht va muqoviy ovqatlar. Tuxum sarig'i 7 oydan sabzavotlar, mevalardan oldin kiritiladi. Qovoq, tarvuz, kartoshka, karam, sholg'amlar beriladi. Ularni mevalardan esa olma, shaftoli, o'rik, olxo'rilar sabzi berilmaydi. Berilar ekan. Sabzavotlar, meva pyuresi, past proteinli ovqatlar sifatida berish kerak. 2 haftadan ko'p bo'lmagan vaqtni beradi. Keyin ularga yumshoq pishloq, go'sht qo'shilish kerak bo'ladi. Juda yomon. Sharbatlar va boshqa ichimliklar. 6 oydan boshlab ba'zi bolalar suv talab qilishi mumkin. Boshqa qo'shimcha ovqatlardan keyin sharbat beriladi. 80-100 ml. 6 oydan boshlab bolani stakanda ichishni o'rgatish lozim bo'ladi. Sut mahsulotlaridan 6 oydan boshlab yumshoq pishloq, 8 oydan go'sht, 12 oydan sigir suti berish yaxshidir. 1 yoshgacha bir yoshda esa umumiy stolga o'tkaziladi. Bolani faqat echki suti bilan baqish tavsiya etilmaydi, chunki foliy yetishmasligi anemiyasini rivojlantirish xavfi mavjud. Qo'shimcha ovqatlarni kiritish chastotasi 8 oygacha kuniga 3 marta qo'shimcha ovqat, 9-11 oyda kuniga 4 marta beriladi. 1 yoshida har bir oziq-ovqat guruhidan turli xil qo'shimcha ovqatlar stakanda ichish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ovqat quyuq bo'lishi kerak. Qo'shimcha ovqatlarni boyitish kerak. Yumshoq pishloq, krem, o'simlik yog'i, go'shtlarni berish tavsiya etiladi. 9-12 oylik bolalarni ovqatlantirish. Ona suti asosiy oziq-ovqat hisoblanadi. Talab bo'yicha ovqatlantirish kerak bo'ladi. Qo'shimcha ovqatdan keyin ona suti bilan boqish tavsiya etiladi. Bolaning ratsioniga kerakli mahsulotlardan non, pishloq, qatiq kiritish kerak bo'ladi. 6-12 oylik bolalarni ovqatlantirishni baholash, oziqlantirish bilan bog'liq muammolar. Bolaning onasini emizish kuniga necha marta ko'kragiga qo'llanib tutiladi. Ona qo'shimcha ovqatlarni kiritadi. Qanday qo'shimcha ovqat mahsulotlari, ya'ni qo'shimcha ovqatlarni qanchalik tez kiritish bo'lsa, shunchalik yaxshi bo'ladi. Qo'shimcha oziq-ovqat miqdori qancha bo'lishi mumkin? Qo'shimcha ovqatlarning mustahkamligi. Bolaning ovqatlantirishda ona nimadan foydalanishi? Qoshiq yoki ko'krak shishishi paytida esa ularga albatta shu qoshiqda yoki piyolada berish tavsiya etiladi. Endi ko'krak bilan ovqatlantirayotganda onalarga beriladigan maslahatlar. Onaga psixologik yordam berish kerak. Bolani talabiga binoan
boqish kerak. Qo'shimcha oziq-ovqat mahsulotlarini emizishni butunlay almashtirmasligi kerak. Temir bilan boyitilgan qo'shimcha taomlarni kiritish kerak. Ovqat paytida bola bilan muloqot qilish kerak. Majburiy ovqatlantirishning zarari to'g'risida maslahat berish kerak. Oziqlantirish paytida xavfsizlik bo'yicha maslahatlar beriladi. 12 oydan 3 yoshgacha bo'lgan bolaning ovqatlantirish umumiy qoidalari. 1 yoshdan oshgan bolalar kattalar iste'mol qiladigan ovqatni iste'mol qilishlari mumkin. Bolani kuniga kamida 5 marotaba ovqatlantirish tavsiya etiladi. 3 ta asosiy tiftil, kotlet, parranda go'shti, baliq, jigar, makaron hamda va ikkita qo'shimcha ovqat: banan, olma, non va sariyog', pechenye berish kerak. 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan sog'lom bolani ovqatlantirishda hayotining 2-yilida emizishni davom ettiring. Har kuni yangi meva va sabzavotlarni qo'shing. Yog'siz go'sht, baliq, jigar, tuxum tavsiya etiladi. Kartoshka, piyoz, sulfi, kofe, bu kotletlari ko'rinishidagi mahsulotlar va meva va sabzavotlar mayda to'g'ralangan bo'ladi. 2 yoshgacha 2 yilgacha sut yog'i miqdori 3,2% yoki 3,5% bo'lishi kerak. 2 yildan keyin yog' miqdori kamaytirilishi kerak. Yog' tanqisligi holatlarining oldini olish uchun oziq-ovqatda yodlangan tuz ishlatiladi. Ovqat pishirgandan keyin 30 daqiqadan kechiktirmasdan bolaga berilishi kerak. Oilaviy stoldagi 3 ta taom: nonushtaga kashi 200 gram va masla bilan non beriladi. Tushlikda esa suyuq go'shtli taom 150-200 millilitr, guruchli kotlet 150-200 gram, qizilchadan salat berish kerak va non beriladi hamda yangi mevalardan yoki ularning sharbatlaridan berishimiz lozim bo'ladi. Kechki ovqatimizga esa dimlab pishirilgan sabzavotlar yoki bo'lmasam pishloqlar smetana bilan 150-200 gramgacha berish mumkin. Nonni maslaga surtib beriladi, choy beriladi yoki bo'lmasam 2-3 biskvitlardan yoki bo'lmasam yarim chashkada, ya'ni piyolada sut beriladi, tvorog beriladi va 150 gram kefir yoki bo'lmasam yogurt, olma, bananlarni ishlatish mumkin. Parvarish qilish uchun onaning maslahatlari: bolaning hayotining 2-yilida emizishni davom ettiring. Har kuni yangi sabzavotlar, mevalar bering. Yog'siz go'sht, parranda go'shti, baliq, jigar, non, donli mahsulotlar, makaron, kartoshka, sut va sut mahsulotlari, tuxum, o'simlik va sariyog'larni ishlatishimiz kerak. Tuz, shakarni cheklash kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Tashakkur.
Çok